Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, hurmatli Muzaffardagi o'rtoqlarimiz. Immingiz bir Zolotoy Korona haqida kamgina gapirib o'tmoqchimiz. Shu Zolotoy Koronani agar kimda kim qarzi bo'lsa, sudga oshirgan bo'lsa, o'sha Zolotoy Korona vaqtida pul olgan vaqtida bergan sim kartasini agar o'tib yuborgan bo'lsa, yo'qotgan bo'lsa, bilmay hayron bo'lib yurgan aka-ukalarimizga shuni tarqatib qo'yaylik. Shu ekranga qo'ygan nomerlarimga telefon qilasizlar, tekshirib berish imkoniyati bor. Qarz ko'payib ketgan, chegaraga chiqsam bo'ladimi, bo'lmaydimi deb hayron bo'lib yurgan akalarga, ukalarga qilaman shu videoni. Shu ekranga qo'ygan nomerimga telefon qilasizlar, tekshirtirib beramiz. Lekin sudga oshirmagan bo'lsa, bemalol borib kelsanglar bo'ladi. Hech qanaqa xavotirchilik joy yo'q. Endi baribir bundan bag'ga to'lab qo'yish kerak. Mana orqamizda bir guruh san'atkorlar kelamiz, mana Tojikiston fuqarolari, hamma Tojikiston fuqarolari. Mana shu oldinda ham qarzi bo'lgan, mana shu Zolotoy Koronadan qancha so'm qarz bu? Qarz aka 150 ta yoki 160 ta بود. Alhamdulillah گذشتیم بود رو اومدیم обратно Россия. اگر که می اومده باشه این همی اکا در بنویسه این اکا 100% میبره میاره ماشیناش کامفورت نیای 100% ای من مثلا ای کرونا قرضدار بودم ما در سود پدوات کردن نبودن اولی حرکت کنید پیش از سود پدوات کردن گرانیسا برویم بدرویم. سلام علیکم. Salomat bo'lishing. Shunga xizmatda bo'lsa telefon qilaverasizlar, prosta xavotir bo'lmanglar, bemalol borib kelib dokumentni chiroyli qilib ishni qilinglar degan maqsadda qilib qo'yamiz shuni. Qarzni yopinglar. Shu bizni tufayli shu qarzlaring yopilib ketsa biz xursandmiz. O'zlaringni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunga ko'rishguncha xayrlashmaymiz.